Agar siz quyidagi 5 tavsiyaga rioya qilsangiz, ayniqsa 4-inchisi eng muhimi, sizni yurak kasalligi umuman bezovta qilmaydi. Birinchisi, doimiy jismoniy faoliyat. Siz 30 yoshda bo'lasizmi, 50 yoshda bo'lasizmi, doimiy harakatda bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi, to'g'ri ovqatlanish balansi. Ratsiondan shakar, tuz va to'yingan yog', hayvon yog'larini cheklash. Buni o'rniga kletchatkaga boy mahsulotlar, ko'katlar, meva va sabzavotlar, dukkakli mahsulotlar va baliq mahsulotlari tavsiya qilinadi. Uchinchisi, zararli odatlardan butunlayga voz kechish. To'rtinchisi va eng muhimi bu sifatli uyqu va stressni kamaytirish. Yetarlicha uyqu organizmni qayta tiklanishiga va tetiklashishiga olib keladi. Beshinchisi, agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, oyida bir marta qon bosimini o'lchash. Siz ushbu 5 ta tavsiyaga yana nimalarni qo'shgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang.